Bizning hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev chiqib turib, yangi O'zbekiston deb 40 millionlik aholini da'vat qilib yurgan bir vaqtlarda hurmatli prezidentimizning ayrim bir ishongan vakillari chiqib turib bitta kalla qo'yishyapti. Ya'ni eng achinarlisi bu holat biz uchun odatiy holga aylanib borayotganligi eng achinarli joyi. Yaqinda ko'rgan bo'lsalaring ijtimoiy tarmoqlarda gaz muammosi yana trendga chiqdi desam adashmagan bo'laman. O'sha Qumqo'rg'on hokimi Anvarjon akadan tarqalgan video rolik. Ya'ni u yerda aytilgan hammang gaz deb aytasan, undan ko'ra uyingni tezak qilib qo'ygin, qishti kuni ikkita tashiysan, uying issiqqina. O'sha gazni o'zi yo'q, gazni tagi yo'q degan bir gapni gapirganlar. Va meni eng qiziqtirgan, eng ajablantirgan joyi, o'zlaring bilasizlar, har yili elektr energiya vazirligi yo'qmasam xodimlari chiqib turib, biz deydi qishti kuniga deydi 100% tayyormiz deb qo'yay yana. Voy qasamxo'rlar, sizlar qachon odam bo'lasizlar? Yo sizlar jinni, yo sizlarni eshitib ishonib yurgan xalq jinni. To'g'risi gapda. Bu nima bu jinnilik? Qachon sizlar odam bo'lasizlar? O'sha Anvarjon hokim boboga meni murojaatim. Gazni tagi bo'lmasa, o'sha gazni o'zi bo'lmasa, ammo Surxondaryoga borsangiz, Sariosiyoda bo'lsa kerak adashmasam. Ikkita uchta teshikdan po'rillab chiqayotibdi. Ochiq havoga. Bu nima gazni tagi yo'qligidan dalolat beram? Kechirib qo'yasiz. Qachongacha bu tepada o'tirgan prezidentimizni olib boradigan siyosatga kalla qo'yiladigan jinnilar qachongacha o'zlaringdan bunaqa domlalarni yasab yurasizlar? Undan ko'ra tushib muammoni o'rganmaysanlarmi? Xalq ichiga kirmaysanlarmi? Bittadan chiqasan, biz qishga 100% tayyormiz deb bayonot berasan. Oradan 2 oy o'tib turib, bittadan chiqib turib, o'sha gazni o'zi yo'q. Tezak qilib uyingga tayyorgarligingni ko'rib qo'y. O'shani tagi yo'q bo'lsa biz beramizda deb chiqib turib, ikkinchidan kalla qo'yasan. Bu nima bu maynavoz bo'zchilik? Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Kimlar ishlaydi tepada? Kimlar ishlaydi? Ya'ni eng achinarlisi prezidentimizni ishonchiga kirib olib turib, bemalol chiqib turib, xohlagan gapini gapirib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib borayotganligi eng achinarlisi. O'sha chiqarilgan video nimadan dalolat beradi? Ya'ni chiroylikgina qilib qog'ozga o'rab shu muammoni xalqqa yetkazish. Ya'ni ogohlantiryapti. Xalqni ogohlantiryapti. Haqiqatan gaz qishti kuniga muammo bo'lishi mumkin. Mumkin emas bu 100%, chunki har yili bizda o'zlaring ko'ryapsizlar, gaz muammo bo'lyapti. Eng achinarli tarafi bizda gazga svetga qo'ygan limit. O'sha yana bitta men misol keltirishim mumkin. Ko'mirga bo'lgan talash holatni ko'pchilik ko'rdi. Ko'mirga qanaqa talash? Ya'ni eng arzon mahsulot. Svet qimmat, o'zlaring bilyapsizlar. Boshlaringni o'tkazyapsizlar. Gaz ham qimmat. Svetga qo'yilgan limit yetmayapti. Butun boshli bitta oilaga, u oilaning ichida 10 ta yashaydi, 15 ta yashaydi, bitta yashaydimi? Bitta element qo'yilgan, u ham o'zi yetmayapti, kam. Gaz bunaqa holat. Ko'mir yo'q, ko'mirni ko'rlaring qanaqa o'chiradi, talash bo'lib ketgan. Chiqib turib ayrim bir ma'lumotlarni berdi, bu to'g'risi berilgan ma'lumotlar hattoki qolibiga tushmaydi. O'sha gaz bilan svet muammo bo'ladiganligi uchun arzon mahsulotga talab kuchli. Ya'ni ko'mirga. Biz 21-asrda yashayapmiz, kechirib qo'yasizlar. Ko'mir yoqishimiz kerakmi? Endi 21-asrda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 40 millionlik aholini da'vat qilib turgan vaqt, yangi O'zbekiston deb turgan vaqtlari biz ko'mir yoqishimiz kerakmi? Kommentariy ochiq do'stlar. Fikrlaringizni bildirishlaring mumkin. Assalomu alaykum.